吸引别人的是成果数据，触动你的是忙碌的会议，吸引别人的是机密纪要，震撼你的是疾驰的车队，吸引别人的是武器装备。你随手拍下的一张照片，却可能无意间泄露了国家秘密。保密时刻与你我同在，共筑保密防线。Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Bugun 4-ayning 14-kuni juma. Dehqonlar kalendari bo'yicha kabi ise 2-ayning 24-kuni. Bugungi xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Abtonom rayonluq partiya komiteti daimiy komiteti yig'in echib, boshlovchi Xi Jinpingning muhim so'zi, tabrik so'zi, javob xatining ruhi va partiya markaziy komitetining bosh tema tarbiyasi nazariya o'rganishi to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini yetkazdi. O'rgandi, izchillashtirdi. Nuqtaliq sohalarda xavf xatarning oldini olish va uni tugutish xizmatini muhokama qilib o'rinlashtirdi. Mashinroy yig'inga riyosatchilik qildi. Mashinroy Abtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining yig'inida bosh tema tarbiyasini qanot yaydirishni oshkor qilib, partiya qurilishini umumiyizda kuchaytirib, yangi davr, yangi safarda go'zal Xinjiang qurishni kuchli kapolatga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Jang Chunlin Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti va Aqsu viloyatida tekshirib tadqiq qilganda, ul xizmatlarni kuchaytirib, energiya kapolati saviyasini o'stirish kerak. Wu Xongjan Xinjiang harbiy rayoni ma'lum Qizil armiya tuani Aqsu sho'ba harbiy rayonida tekshirib tadqiq qilganda, Xi Jinping armiyani qudrat topqizish ideyasini cho'nqir izchillashtirib, armiya bilan yerlik o'rtaq barpo qilish, o'rtaq naf elish yaxshi vaziyatini uzluksiz mustahkamlash kerak deb ta'kidladi. Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini ko'rsatamiz. Abtonom rayonluq partiya komiteti daimiy komiteti 4-ayning 13-kuni tushdan burun yig'in echib, boshlovchi Xi Jinpingning yaqinqi mezgildagi tashqi ishlar faoliyatida qilgan muhim so'zi, muhim tabrik so'zining ruhi va munosabatlik muhim javob xatining ruhini yetkazdi. O'rgandi, izchillashtirdi. Partiya markaziy komitetining Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasini o'rganish programmasi 2023-yillik nusxasi va Xi Jinping asarlari tanlanma o'qishliqining 1-2 tomini o'rganish to'g'risidagi munosabatlik o'rinlashtirish talablarini yetkazdi, o'rgandi. Abtonom rayonimizning aloqador sohalarda zo'r xavf xatarning oldini olish va uni tugutish xizmatini muhokama qilib o'rinlashtirdi. Abtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Mashinroy yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Xi Jinping diplomatiya ideyasini cho'nqur izchillashtirib va amaliyleştirib, boshlovchi Xi Jinpingning Fransiya Zongtongi Macron, Yevropa İttifaqı komitetining raisi von der Leyen bilan ayrim ko'rishganda hamda Jongo Fransiya Yevropa İttifaqı uch taraf uchrashishi o'tkazgan mezgilda qilgan muhim so'zi, muhim tabrik so'zining ruhini astoydil o'rganib va izchillashtirib, Xinjiangning yuqori sifatli sirtqi echib o'tishini butun kuch bilan ilgari surib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga echib o'tish ko'rik beshi istiqomi barpo qilishni ko'zlab, ikki bozor ikki xil boyliqdan texmi yaxshi foydalanib, tashqi aloqa usulida yangilik yaratib, tashqi hamkorlik yo'llarini rivojlashtirib, Jongo Yevropa navbatchi poyezining yuqori sifatli qatnashini ilgari surib, xalqaro almashtirish va iqtisod savdo hamkorligini cho'nqurlashtirib, bir balbaq bir yo'l qurilishiga texmi yaxshi mulozimat qilish kerak. Boshlovchi Xi Jinpingning dongliq arab san'atkorlari vakillariga yozgan muhim javob xatining ruhini astoydil o'rganib va izchillashtirib, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish xizmatini ilgari surishga birlashtirib, xalqaro madaniyat, san'at almashtirishga faol qatnashib, Jongo Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlab, Xinjiangning yaxshi obrazini namoyon qilish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Xi Jinping yangi davr Jongocha sotsializm ideyasini o'rganish programmasi 2023-yillik nusxasi partiyaning ijodiy nazariyasini umumyuzlik sistemlik tushundirdi. U bu ideyaning asosiy ruhi, asosiy mazmuni, asosiy talabini texmi yaxshi tushunish, egilashga foydali. Xi Jinping asarlari tanlanma o'qishliqi partiyaning nazariyada yangilik yaratish muhim natijalarini markazlik aks etkazgan. Butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqining Xi Jinping yangi davr Jongocha sotsializm ideyasini cho'nqur o'rganishi, izchillashtirishi nobuzlik dars
Programmaning 2023 yillik nusxasi va Xi Jinping asarlari tanlanma o'qishliqining 1-2 tomini o'rganishni bosh tema tarbiyasi o'rganish planiga kirgizib, ko'p xil shakldagi, ko'p qatlamliq, to'liq qaplagan o'rganish tarbiyalashni cho'nqur qanot yaydirib, partiyalik rahbariy kadrlarning Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasini cho'nqur o'rganib, inchga o'zlashtirib, sodiqlik bilan amaliylashtirib, bu ideyaning yadroliq muhim mazmuni, ruhiy mohiyati, mo'l ishki mazmuni, amaliyotda ko'rsatish talabini umumyuzlik sistemalik cho'nqur egilab, uningdagi rahbarlik usuli, tafakkur usuli, xizmat usulini egilib, ikkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ongli holda 4 ongni kuchaytirib, 4 ishlashni chingitib, ikkini qo'g'dashni ishga oshirib, o'rganishning natija unumini, xizmatni yaxshi ishlash, kasb taraqqiyotiga turtki bo'lishning jonliq amaliyatiga aylantirib, jasoratlik, yaramliq bo'lishdek ruhiy holat, rostchil, amaliyatchil bo'lishdek xizmat stili, sodiq, qat'iy bo'lishdek mas'uliyatchanlik bilan yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida izchillashtirib, islohot, taraqqiyot, muqimlikning turli xizmatlarini puxta olg'a surishiga turtki bo'lib, qudratli davlat qurish, millatni gullantirish yangi safarda jasorat bilan go'zal Xinjiang qurish kerak. Yig'inda avtonom rayonimizdagi aloqador korxonalar va o'rinlarning xavf-xatarning oldini olish va uni tugutish ahvoli doklati anglab o'tildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Har darajalik tarmoqlar bosh vazir Xi Jinpingning zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur izchillashtirib, zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutishni texnik gavdalik o'ringa qo'yib, tuvanchak tafakkurda chang turib, sistema qarshini kuchaytirib, bozorlashtirish, qonunchilashtirish prinsipiga amal qilib, zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutish xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlashi. Bo'libmi, davlat korxonalari va pul muomala qatorliq nuqtaliq sohalarni cho'rdab, faol oldini olib, muvofiq bir taraf qilib, yoshirun xavfni unumli tugutib, korxonalarning kasbning sog'lom imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surib, rayon xarakterlik, sistemli xavf-xatar ko'rilmaslik tuvanchakini qat'iy saqlashi kerak. Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi 4 ayning 13 kuni yig'in ochib, partiya 20 qurultayning ruhini cho'nqur izchillashtirib va amaliylashtirib, Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasini o'rganish, izchillashtirish bosh tema tarbiyasini qanot yaydirishga birlashtirib, bosh vazir Xi Jinpingning partiyani qoida orqali idora qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil o'rganib va izchillashtirib, avtonom rayonning bultirqi partiya qurilishi xizmatini xulosalab, bu yillik xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirib, partiyani umumiysi qattiq idora qilishning keng, cho'nqur taraqqiyotiga turtki bo'lib, go'zal Xinjiang qurishni kuchli kapolatga ega qildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi, Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining boshlig'i Ma Xingruy yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Bingtuanning Jingwei Li Yifei, Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi Jang Chunlin, He Zhongyu qatorliqlar yig'inga qatnashdi. Jangju, Tianxiangli, Ilzat Ahmadjan, Qadin Kabin, Jang Wensheng, Du Hongyan, Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining a'zolari qatorliqlar yig'inga qatnashdi. Yig'inda Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining 2022 yillik xizmat ahvoli doklati anglab o'tildi. Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining 2023 yillik xizmatining muhim nuqtalari qarab chiqildi. Ma Xingruy munlarni ta'kidladi. Yo'lda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining bosh tema tarbiyasi to'g'risidagi tadbir o'rlashtirmalarni astoydil izchillashtirib va amallashtirib, Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasi orqali qalatni mujassamlash, ruhni tanlashda chang turib, bo'libmi bosh vazir Xi Jinpingning partiyani qoida orqali idora qilish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganib, o'zlashtirib, yangi davrdagi partiya qurilishining umumiy talabini puxta egilab, partiya qurilishi xizmatini texmi yuqori o'lcham, texmi qattiq talab, texmi amaliy tadbir orqali umumyuzlik olg'a surib, ba'zi partiya a'zolari kadrlar ideya, tashkil, stil jihatda sap bo'lmaslik qatorliq gavdalik masalalarni kuchab hal qilib, yangi davr yangi safarda go'zal Xinjiang qurishni kuchli kapolatga ega qilish kerak. Ma Xingruy munlarni ta'kidladi. Partiyaning siyosiy qurilishini umumyuzlik kuchaytirib, siyosiy sadoqat tarbiyasi va partiyaviylik tarbiyasining cho'nqur qanot yaydirib, partiya a'zolari va kadrlarning siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirishiga turtki bo'lib, amaliy harakat bilan ikkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirish kerak. Partiyaning ijodiy nazariyasi bilan qurollanishni kuchaytirib, bosh tema tarbiyasining umumiy talabi, tub vazifasi va konkret nishonini puxta egilab, Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasining asosiy nuqtai nazari, ilmiy sistemasini umumyuzlik sistemalik egilab, o'rganish orqali ruhni tavlash, o'rganish orqali bilimni beyitish, o'rganish orqali stilni to'g'irlash, o'rganish orqali ishlashni ilgari surishda amaliy unum yaratish. Yuqori sapaliq kasbiylashgan kadrlar qo'shini barpo qilib, ixtisosliklar kuchli rayoni strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, odam ishlatish yo'nalishini yaxshi turg'izib, odam ishlatish o'lchimini changitib, qo'shin qurilmasini sarxillashtirib, tarbiyalash yetishtirishni kuchaytirib, birinchi qo'l rahbarining siyosiy iqtidorini oshirish plani va kadrlarning kasbiylashish iqtidorini oshirish planini yaxshi yo'lga qo'yib, zimmaga ilishni o'ylaydigan, dadil zimmaga oladigan, zimmaga ilishga mahir bo'lishni avj oldirib, odatga aylantirish kerak.
uzoqcha töhfə qo'shib asosiy qatlamni tutib ul selib, asosiy qatlam partiya qurilishi xizmati mas'uliyat tuzumini qattiq amillashtirib, partiya qurilishi orqali asosiy qatlamni idora qilishga yetakchilik qilish tuzilma mexanizmini takomillashtirib, ojiz chechilang'u asosiy qatlam partiya tashkilotlarini tekshirish, tartibga selish, kuchaytirishni doimlashtirib, asosiy qatlamning kuchini uzluksiz kuchaytirib, partiyaning Şinjangdagi hokimiyat yurgizish yo'lini puxtalash kerak. Partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni qilcha eg'ishmay ilgari surib, siyosiy intizom va siyosiy qoidaga qattiq rioya qilib, markazning 8 turlik belgilemasi hamda uni yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasining ruhini qattiq amillashtirib, rostchil amaliyatchil bo'lish, haqiqiy tutib amaliy ishlashdagi xizmat istilini zo'r kuch bilan avj oldirib, istili qo'pol bo'lish, ko'rsatkichni qatlamma-qatlam yuqoriltib etish, saxtipazlik qilish qatorliq gavdalik masalalarni qat'iy tuzab, xizmatni oddiylashtırib etish, hammani bir tayoqda haydash, ishni qalaymaqon qilishga qat'iy qarshi turib, chiriklashishga petin olmaydigan, chiriklasholmaydigan, chiriklashishni o'ylamaydigan bo'lishni bir gavdalashtirib ilgari surib, istil durust, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya barpo qilish kerak. Maşinri munlarını ta'kidladi. Her derecelik rehbari kadrlar, bo'libmi partiya hukumat asosliq mas'ullari partiyani boshqarish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini haqiqiy zimmasiga olib, her derecelik partiya komitetlari, partiya guruhlarining partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi asosiy gavdalik mas'uliyati, bo'libmi birinchi qo'l rahbarining birinchi mas'ullik mas'uliyatini haqiqiy ching'atib, xizmat ideyasi va tafakkurini yaxshilab, xizmat mexanizmi, usulni mukammallashtirib, tang tutib o'rtaq boshqarib, birikma kuch shakllantirib, har soha, har qaysi halqalarning partiya qurilishi xizmatini konkret cho'nqur tutib, partiya qurilishi xizmatining sifati va unumini uzluksiz o'stirib, Şinjangning yuqori sifatli taraqqiyotini unumli yetaklash va kafolatlantirish kerak. Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Maliya iqtisod ishxonasining mudiri Zhang Chulin yaqinda Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti va Aqsu viloyatida Jungo neft tabiiy gaz guruhi Tarin neftligi Oqmum gazligi, Jungo neft ximiya sanoati guruhi Tarin daryosi neft ayilish ximiya sanoati cheklik mas'uliyat shirkati, Kuchabay Kan rayoni kömür qatlamidagi tabiiy gazni charlab tekshirish sınaq rayoni, Joman neft tabiiy gaz charlash o'zlashtirish cheklik shirkatining Shimoliy Onsu neftligi qatorliq joylarga berib, cho'ng-cho'ng tur qurilishi, usti ochiq kömür kanning bexatar ishlab chiqarishi, neft tabiiy gaz charlash o'zlashtirish qatorliq xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Zhang Chulin munlarını ta'kidladi. Partiya 20 qurultiy ruhini cho'nqir izchillashtirib va amillashtirib, Abdunum rayonluq partiya komitetining xizmat o'rlashtirmasi bo'yicha Şinjangning ko'mir, neft, tabiiy gaz qatorliq boylik afzalligini mavqe qilib, charlash, o'zlashtirish, inchikka pishiqlash va universal foydalanish salmog'ini oshirib, davlatning energiya boyligi bexatarligini kafolatlantirib, Şinjang iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Zhang Chulin munlarını talab qildi. Yeşil tuvan karbonliq taraqqiyotni chig'dirib, hozir bor energiya korxonalarining ishlab chiqarish uskullari va texnologiya tartibida texnika o'zgartish salamini oshirib, ko'ngir to't oksid, azot oksidlari va issiqlik va tozdan chiqarish miqdorini azaytib, ekologiya bexatarligi qizil sizg'ini chang saqlash kerak. Bexatar taraqqiyotda chang turib, xalqni, hayotlikni hammadan a'lo biladigan taraqqiyot ideyasini mustahkam turg'izib, bexatar ishlab chiqarish kasb qoidasini qattiq ijro qilib, yanto'liq radari, ushqu qatorliq ko'zitish, o'lchash uskullaridan yaxshi foydalanib, sho'pirsiz haydash, Yiroqdan tizginlash qatorliq aql uskunlarini umumlashtirib, ko'mirkan korxonalarining mohiyatlik xatar saviyasini o'stirish kerak. Mulozimatni yaxshilashda chantirib, mulozimat iqtidorini oshirib, mablag' silish, mablag' yurishtirish andisida yangilik yaratib, neft, tabiiy gaz korxonalarini charlash, o'zlashtirish salmog'ini oshirishga ilhomlantirib va uningga turtki bo'lib, ko'mir qatlamidagi tabiiy gaz boyligini faol ichib, neft, tabiiy gaz ilish iqtidorini oshirish kerak. Taraqqiyot orqali xalqqa naf yetkazishda chantirib, tabiiy gaz orqali xalqqa naf yetkazish turbi to'ri va gaz iskladini yaxshi qurib va undan yaxshi foydalanib, har millat ommasining ishlab chiqarish turmushi bo'libmi qishda isinishini gaz bilan yetarlik muqim ta'minlab, neft tabiiy gaz boyligini o'zlashtirish orqali har millat ommasiga texnik ko'p naf yetkazish kerak. 4 ayning 13 kuni viloyatlik partiya komitetining shujisi Wu Hongjan, Şinjang harbiy rayoni ma'lum Qizil armiya tuani, Aqsu sho'ba harbiy rayoniga cho'nqur cho'kib tekshirib tadqiq qilib, qismdagi ofitser askarlarni yo'qlab ulardan hal so'radi. Ofitser askarlar vakillari bilan samimiy suhbatlashib, beliq bilan suvdak cho'nqur muhabbatini ifodalab, armiya bilan yerlikning taraqqiyotini o'rtaq planladi. U munolarni ta'kidladi. Partiya 20 qurultiyning ruhini astoydil izchillashtirib, Xi Jinping armiyani qudrat topqizish ideyasini cho'nqur izchillashtirib, Jungocha alohidlikka ega armiyani qudrat topqizish yo'lida mengishda changtirib, hukumatni himoya qilib, xalqni so'yish sharaflik an'anasini davomli joriy qildirib, armiya bilan yerlik o'rtaq barpo qiladigan, o'rtaq naf oladigan yaxshi vaziyatni uzluksiz mustahkamlash kerak. Wu Hongjan har bir joyga borganda qism qurilishi va ofitser askarlarning ma'sh turmush ahvolini tafsiliy egiladi. Hamda ularning uzoqdan buyon davlat mudofaa ishlari uchun qo'shgan to'ypisi va yerlikning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot uchun ko'rsatgan tirishchiligiga chin ko'ngildan rahmat etdi. Hamda ularga oliy ehtirom bildirdi. U munolarni ta'kidladi.
Oqsuda yaxshi bo'lgan armiyani himoya qilish an'anasi va kayfiyati bor. Ishkini himoya qilish xizmatini texmi gavdlik o'rin qo'yib, bir tutash o'rinlashtirib, moslashtirib, amaliylashtirib, armiya bilan yerlik o'tirsidagi ittifoqlik, hamkorlikni uzluksiz kuchaytirish kerak. Qismdagi ofitser askarlarning kundalik mashqini kuchaytirib, qismning zamonaviylashish saviyasini umumyuzlik o'stirib, partiya va xalq topshirgan turli vazifalarni qat'iy o'rindab, armiya, hukumat, armiya xalq ittifoqligining yaxshi vaziyatini mustahkamlash kerak. Armiyani himoya qilib, oila tavallariga e'tibor berish esil an'anasini davomli joriy qildirib, qism qurilishiga ilgirgideklik ko'ngil bilib va uni qo'llab, mulozimat kapolat xizmatini butun kuch bilan yaxshi ishlab, armiyani himoya qilib, oila tavallariga e'tibor berish siyosatlarini amaliylashtirib, qismning jiddiy ehtiyoji, ofitser askarlarning orzusini chin hissiyot, butun kuch bilan hal qilib, armiyani himoya qilish amaliy ishini yaxshi qilib, siyosat jihati qo'llab, kapolat jihati moyillashib, ofitser askarlarning g'am andisini haqiqiy tugutish kerak. Ofitser askarlar qahramonlik xislitini boshdan oxiri saqlab, partiyaning yangi davrdagi armiyani qudrat topquzish nishonini zo'rdab, o'z qurilishini kuchaytirib, partiyaning qo'mondonligiga bo'ysunish, jangda g'alaba qila oladigan bo'lish, stili yaxshi bo'lishdek sharaflik an'anani davomli joriy qildirib, jafoliq mashq qilib, iqtidorni chiniqtirib, ishkini himoya qilish, o'rtaq barpo qilishni puxta qanot yaydirib, viloyatimizning islohot, taraqqiyot, muqimligi uchun yangi texmi zo'r to'p qo'shish kerak. Qismdagi ofitser askarlar birdek asli maqsadni unutmay, burishni asli ching saqlab, esil an'ana va stilni davomli joriy qildirib, inqilobiy xislatni unutmay, mas'uliyat va burishni sodiqlik bilan ado qilib, qism qurilishini uzluksiz kuchaytirib, armiya bilan yerlikning hamkorligiga faol otlanib, yerlikning qurilishiga tashabbuskorlik bilan qatnashib va uni qo'llab, armiya bilan hukumat, armiya bilan xalqning hamkorligini davomli cho'nqurlashtirib, viloyatimizning iqtisodiy, ijtimoiy ishlarining jo'sh urib rivojlanishini o'rtaq ilgari surdiganligini bildirdi. Fan texnika birinchi ishlab chiqarish kuchi, shundaqla gez egiligining yuqori sifatli taraqqiyotiga terak bo'lishdagi muhim halqa. Navbatda viloyatimizdagi har qaysi nahiya shahar oqil gez egiligi qurilishi va ahliylashgan gez egilik mashinalarini kengaytib qo'llanishni zo'r kuch bilan ilgari surib, gez egiligini zamonaviylashtirish, ahli iqtidorlashtirish, uchurlashtirish saviyasini uzluksiz o'stirib, gez egilik ishlab chiqarishiga yordam berib, dehqonlarni beyitib kirimini oshirish qadamini tezlatdi. Oqsu shahri Liuyan dehqonchilik maydoni tavallik rayoni boshqarish komiteti Ruyfun kentidagi yuqori o'lchamlik bug'doy teriqchilik bahosida 5 dona tizginaklik ushqu qator tizilgan bo'lib, xizmatchilarning mashg'ulot qilishi bilan tizginaklik ushqu oldin o'rlashtirilgan liniya bo'yicha uchib, bug'doylarga o't cho'p yo'qitish dorisi va yupirmoq o'g'itish ochdi. Yerim kuniga yetmagan vaqt ichida 2500 moddan ortiq etizning dora va o'g'itish xizmati tamomlandi. Aqli iqtidorlik yezigilik uskunlarining umumlashishi va ishlatilishi bilan dehqonlarga nurg'un qulaylik yaratildi. Tizginaklik ushquning dori purkish unumi yuqori, o'simlik asrash unumi yaxshi, ishiltish doirasi keng, mashg'ulot bexatar bo'lishda ko'rinarli afzallikka ega. Kent aholisi Jongqinglin 11000 moddan ortiq bug'doy tergan bo'lib, ilgari yerga an'anaviy usulda dori chechatdi. Buningda dori takshi chechilmagandan boshqa yana ko'p vaqt isrof bo'ladi. Dehqonchilikning oldirash mazgillarida ishlamchilarni tepishmi bir masala edi. Bu yil 30 ginaklik ushqu bilan dora va o'g'it chechish mashg'uloti qilib, ish unumini xeli yuqori ko'tardi. 5 tizginaklik ushqu bilan 2 kunda 10,000 moddan ortiq yerga dora va o'g'it chechib bo'ldik. Vaqt, kuch va tanarximiz tejaldi. Bug'doy qatorliq ziraatlarning sifatini o'stirib, unumini oshirish, hosilni oshirib, dehqonlarning kirimini ko'paytirishga kafolat qilish uchun Oqsu shahridagi aloqador tarmoqlar yezigilik texniklarini etiz boshlariga berib, bug'doyni ilmiy parvish qilish texnikasi bo'yicha tarbiyalashga tashkillab, texnika jihatdan yetakchilik qilish mulozimatini yaxshi ishlab, tujublab mashinalashtirib parvish qilishni ishga oshirdi. Bu yil Oqsu shahrining bug'doy terilg'u ko'lami 372 ming mo'ga yetdi. Yezigilik texniklarini etiz boshlariga berib, dehqonlarning sug'urish, o'g'itlash ishlarini ilmiy tashkillab, faqat kuch natija dehqonlarning mas'ullar va kirimini oshirishga yordam berdi. Yaqinda Kucha shahri Beshbaq yesi Boston 2 kentidagi 1000 mo yuqori o'lchamli etizida Xinjiang Xinchao aqil suv ishlari paychaylik shirkatining texniklari dehqonlarning aqil yezigiligi universal boshqaruv sistemidan foydalanib, bug'doyni dal joyida sug'urib, o'g'itlishiga yetakchilik qildi. Kompyuterda mashg'ulot qilib, yiroq musofirlik boshqarishni ishga oshirdik. Kucha shahri Beshbaq yesi Boston 2 kent aholisi Mukarram Varis oilasi 15 mo yerga bug'doy tergan bo'lib, bu yil u aqil yezigiligi sistemasini qo'llanib, yiroq musofirlik boshqarib bug'doyni sug'urish va o'g'itlashni ishga oshirdi.
ilgari etisga suv kelganda bir odam boshdan oxiri qarab turmasa bo'lmaydi. Bakcha batar tatdiq. Bu yil ishxonada mashg'ulot qilibla bug'doyni sug'urish va o'g'itlashni tamomladik. Buningdan nihoyat xushal bo'ldik. Aqil yezigiliki sistemasi orqali yezigilik ahvolini nazorat qilish, yig'ish, analiz qilish, diagnoz qo'yish ishga oshirilib qolmay, yana tuproqning temperaturasi, klimat normalsizligi qatorliq ahvollar alohida eskartilib, tabiiy ofat va kasallik, ziyondosh hasharot ofatiga oldin hukm qilinib, yezigilik ishlab chiqarishning taraqqiyotiga yaxshi asos solindi. Bu bir yurish aqil yezigiliki universal boshqaruv supsi va tor universal tijorat supsi qatorliq ilg'or fan texnika orqali suv boyligidan foydalanish, yuqori unumli suv tejash va erik qurilishini aqli iqtidorli boshqarishni moslashtirish, boyliqdan foydalanishni yuqori unumlashtirish, mulozimatni qulaylashtirish maqsadiga yetdik. 8-ci qitimliq umumiy xalq davlat xavfsizligi tarbiyasi kuni yetib kelish oldida viloyatimizdagi har qaysi joylar turli tashviqot faoliyatlarini qanot yaydirib, ommaning davlat xavfsizligi xizmatini yanada tushunishi, umumiy davlat xavfsizligi qarshini turg'izishi uchun yaxshi qonunchilik kayfiyati yaratdi. Oqsu şəhərlik 5-ci başlanğıc məktəb umumi xalq dövlət xəvfsizligi tərbiyəsi günü məxsus temlik fəaliyyətini qanat yedirib, Oqsu şəhərlik cəmaət xəvfsizligi idarəsi Qızıl Göyrük Saqçıxanasındakı xalq saqçılarını oxutucu oxucularga dövlət xəvfsizligiga ziyan yetkizadigan tipik delo misallarını düşəndirishə təklif qılıb, oxutucu oxucularını qanunçilik qarşını küçəytib, anlıq qalda dövlət xəvfsizliginin qoğduqçulardan buluşqa yetəkledi. Bugungi faoliyat orqali davlat bexatarligini qanday qo'g'dashni tushundim. Bundan keyingi o'rganish jarayonida tirishib, davlatning bexatarligini qo'g'dashga bir kishilik to'p qo'shiman. Bilimimiz orqali yosh o'smirlarni davlatning bexatarligini qo'g'dab, sog'lom o'sib yetilishga yetaklaymiz. Boy nahiyasi yangi davrdagi yangi davlat xavfsizligi temasida davlat xavfsizligi bilimlari musobaqasi o'tkazdi. Nahiya bo'yicha har qaysi yezi bozor, har qaysi soha sistemidagi 18 komanda 72 mahir musobaqaga qatnashdi. Mahirlar umumiy davlat xavfsizligi qarshi nazariyasi, siyosiy, madaniyat, jamiyat, davlat zemini, qonun bo'yicha idora qilish, iqtisod, pul muomala, tor bexatarligi qatorliq jihatlarga savollarga javob berdi. Musobaqa maydonida yana tomoshabinlar javob berish halqasi ta'sis qilinib, Dövlət xəvfsizligi bilimləri müsabiqəsinin qiziqarlığı və tarqılış dərəcəsi yanımı küçəytildi. Müsabiqə orqali köpçükning dövlət xəvfsizligiga oid bilimi texmi cho'nqurlashdi. Oqsu chegara boshqarish tarmoq atriti tog'liq chegara soqchixonasi xalq soqchilarini tashkillab, kentlarga berib, oilalarga kirib, umumiy xalq davlat xavfsizligi tarbiyasi kuni qonun savodini umumlashtirish tashviqot faoliyatini qanot yaydirib, tashviqot tarbiyaning qoplash doirasini kengaytdi. Davlat bexatarligiga bo'lgan tunishim yanama cho'nqurlashdi. Davlat bexatarligi biz bilan zich munosabatlik. Bunundan keyin kent aholining davlat xavfsizligini qo'g'dashni qat'iy tavranmay aslichon saqlab, harakatni amallashtirib, davlat xavfsizligining sodiq qo'g'dug'uchisi bo'lishga yetaklaymiz. Ushturpan nahiyasining Yangi Obod yezisi partiya 20-qurultay ruhini o'rganib va izchillashtirib, umumiy davlat xavfsizligiga qarshini mustahkam turg'izib, yangi davrdagi davlat xavfsizligi natijalarini his qilishni bosh tema qilib, chegara mudofaa xalq soqchilari, chegara qo'g'dug'uchilar, omma vakillari qatorliqlarini tashkillab, o'rganish, ko'zdan kechirish, tashviq tarbiya, sin ko'rgazmasi, oilalarga kirib leksiya so'zlash qatorliq shakllar orqali umumiy davlat xavfsizligiga qarshini kishilar qalbiga cho'nqur singdirdi va yiltiz tatqizdi. Davlat bexatarligida hamma odamning mas'uliyati bor. Biz har vaqt davlatning bexatarligini qalbimizga pukib, davlat xavfsizligiga doir qonun nizomlarini o'rganib, dehqon chorvachilarga davlat xavfsizligi bilimlarini tashviq qilamiz. Xabarimizning oxirida Oqsu shahridagi Daryo bo'yi bog'chisining 4-oydagi go'zal manzarasidan hozirlanaylik. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimiz tugadi. Texnik ko'p axborot uchurlarini bilmoqchi bo'lsangiz, Aqsu Almaqazar degan telefon terminali Aqsu salonini qo'shib eling. Xayr xo'sh.我喜欢读书，读书使我快乐。
书就像是我的一个朋友，伴我一起成长。读书开阔了我的视野，给了我自信。我喜欢那书中淡淡的墨香，滋润心灵。我是一个间谍，我终于过上了我梦想中的生活。根据上级指示，我在人多的地方投放钓鱼 WiFi， 收集个人手机信息。结果好不容易有一个人上钩了，他竟然还给自首了。后来我们好不容易又锁定了一个目标，展开了猛烈的攻势。结果那个直男居然没有上套。拜托，我们也是有 KPI 的，完不成任务连经费都没有。更可气的是，我中游客去涉密地区拍照，竟然因为没有对上暗号，被一个小朋友给举报了。最后我来到了这里，终于不用再为吃住发愁了，心里踏实多了。415全民国家安全教育日，需要我们的共同参与，筑牢人民防线，让间谍寸步难行。415需要我。遵守课堂纪律是学生最基本的课堂礼貌。记：铃声响，进课堂，安安静静座位上。老师讲，认真听，勤思考。有问题请举手。课堂礼仪需做好。这是速度，这更是速度。这是瘦身，这是生活，这更是生活。